mebelni import qilish biznesini sal razbor qilaylik. Kiraman desam bu biznesga. Hech pul tikishim kerak kamida. Dollarda bo'lsa agar 300-400 ming dollar bo'lsa, chunki mana showroomingizni qilasiz, 300-400 kvadrat showroomni, keyin ozgina skladga mol olib qo'yasiz, чтобы manaqa qilish uchun. Xodim olasiz. Ha, shunaqa. Skladga ko'proq mol qo'yasiz, chunki kelganni showroomdan sotmaysiz-da. Vaqt kerak, pul kerak, чтобы xarajatlarni yopib turish kerak. 400 ming ketadi. 400 ming tikib turib, shu importga, mebeliga, importni olib kirib sotishiga necha pul olib kelishi mumkin? Yilgami, oyigami o'zi просто shu summadan foizdami? Endi hozirgi payt o'zi в целом biznes qilish o'zi oson, lekin konkurensiya ko'p. O'shaning uchun o'ylaymanki, yiliga 10% bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yiliga 10%, ya'ni 400 mingdan 40 ming dollar sof foyda yiliga topsa bo'ladi. Lekin o'ziga yarasha risklari bor. Mebelni sotib olib, skladda qolib ketishi mumkin statik bo'lib. Shunaqa endi to'g'ri, как бы o'rnatayotganda brak bo'lib qolishi mumkin, tushayotganda brak bo'lib qolishi mumkin. O'zining risklari bor, no, u yerda komanda ishlasa, endi menejmentga borib taqaladi hamma narsa.